Assalomu alaykum. Bugun sizlarga robototexnika yo'nalishimiz bo'yicha ochilgan jamoaviy loyihamiz haqida tanishtirib o'taman. Hozirgi kunda texnologiyalar juda ham tez rivojlanmoqda. Robototexnika esa kelajakdagi eng muhim sohalardan biri hisoblanadi. Ammo bu yo'nalishda o'zbek tilida sifatli va tushunarli ma'lumotlar hali yetarli emas. Shu sababli biz ushbu loyihani yo'lga qo'ydik. Biz faqat nazariy emas, balki amaliy tajribalarimizni ham ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Maqsadimiz eng qiyin bo'lgan mavzularni sodda qilib tushuntirish va siz bilan haqiqiy natijalarga erishish. Agar siz robototexnikaga endi qiziqish bildirib boshlagan bo'lsangiz, xavotir olmang. Darslarimiz eng oddiy mavzulardan boshlanadi va bosqichma-bosqich murakkab mavzularga o'tib boriladi. Kelajakda sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, aqlli qurilmalar hayotimizning eng muhim qismiga aylanadi. Bugundan bilim olishni boshlagan inson ertaga yaxshi muvaffaqiyatlarga erishadi. Agar siz robototexnika olamiga endi qadam qo'ymoqchi bo'lsangiz, kanalimizni kuzatib boring. Oldinda sizni juda ko'p foydali darslar va qiziqarli loyihalar kutib turibdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.